Albatta, qoniqqanda klinika tanlashda adashmanglar, aziz obunachilar, lekin Amrullo Shodiyevich, A'zamxo'ja Anvarovich, barcha hamma doktor hamshiralarga ishonchli qo'lli faqat mana shu klinika. Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana 20 kun oldin 100 tortish amaliyotini o'tkazganmiz. Hurmatli professor Inoyatov Amrullo Shodiyevich ustozimiz boshchiligida albatta Smart facelifting amaliyotini o'tkazganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin 20 kunlik natija. Albatta opamizda ikkita qosh yo'yini lateral sohalarini yon tomonga chiroyli qilib bartaraf qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Opamizda yonoq dugalari, brilla, lunjlari anchagina osilgan edi. Chiroyli qilib tortib, zo'r qilib berganmiz. Mana ortiqcha izbitikni yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Aziz obunachilar, chiroyli qilib yon tomonga tortib berganmiz. Jarohat joyini ko'rishingiz mumkin. Mana 20 kunlik natija. Quloq dirildog'ini anatomik shaklini saqlagan holatda juda ham ajoyib qilib zo'r qilib berganmiz. Deyarli jarohat joyi umuman ko'rinmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib bo'lgan. Mana bu tomonlarni ko'rishingiz mumkin, yon tomonlarni ortiqcha izbitikni yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Lunj, brillalarni yon tomonga qilib bartaraf qilib berganmiz. Mana dan osti liposaksiya podborodok o'tkazganmiz. Ikki yon tomonni chiroyli qilib protezma plastika qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Natijalar zo'r. 20 kunlik natijadan qoniqdingizmi? Albatta. Har ko'rgan sarim har kuni natija kundan kunga o'zgarib boryapti. Lekin Başta xursandman. Hali 20 kunlik aziz obunachilar, xudo xolasa 1 oylik, 2 oylik natijani albatta qo'yib boramiz. Klinikamizdan, ustozimiz professor Inoyatov Amrullo Shodiyevichdan, komandamizdan rozimisiz? Albatta, qoniqqanda klinika tanlashda adashmanglar, aziz obunachilar, lekin Amrullo Shodiyevich, A'zamxo'ja Anvarovich, barcha hamma doktor hamshiralarga ishonchli qo'lli faqat mana shu klinikada Renaissance klinikasiga rahmat deb aytaman. Hammasi zo'r, chotki 20 kunlik natijada shunchalik ko'rinishdaman. Xudo xolasa yana bo'lishib boraman. Yaxshi xudo xolasa yana bitta narsani aytib o'tishim joizki, aziz obunachilar, opamizni ismlarini jismlariga mos qilib, go'zal qilib, yanada tabiiy go'zalliklarini saqlagan holatda 20 yilga yo'shattirib berganmiz. Albatta bu xalqaro metodikalarga rivoya qilingan holatda juda ham zo'r qilib, chiroyli qilib berganmiz. Albatta natijamizni kuzatib boring. Bundan ham zo'r natijalarni chiroyli qilib qo'yib boramiz istoriyasiga, postlarga. Albatta bu klinika Renaissance klinikasi faqat rezultatga ishlashadi. Faqat rezultatga ishlaydi. Hammaga rahmat.